Mock testimiz tahlili. Demak, birinchi savol. Demak, jism 3 tezlanish bilan harakatlanmoqda. 14 sekunddan keyingi o'rtacha tezligi 16 metr taqsim sekundga teng deyapti. Jismning boshlang'ich tezligini toping. Bu masalada bizda yo'l formulalari bor edi. V o'rtacha ko'paytirilgan T va formulamiz, yana bitta formulamiz V0 plyusdan AT kvadrat taqsim 2. Birinchi S topmasak, V o'rtachamiz 16, vaqtimiz 4. Demak, qiymatimiz 64 metr. Joy-joyiga qo'ysak, 64 teng V0, vaqtimiz 4 plyusdan ana qiymati 3. Vaqtimiz 4 edi, 4 kvadrat taqsim 2. 64 V0 plyusdan 16 bo'ladi, 4 kvadratni 2 ga bo'lsak 8, 8 kira 3 24. Hammasini 4 ga bo'lishimiz mumkin. 4 ga bo'lsak 16 teng V0 o'zi plyusdan 6 bo'ladi, uzr, 6 bittan V0 teng 10 metr taqsim sekundga kelib chiqadi. Ikkinchi misol, massasi 2 kg bo'lgan jism debdi. Mana bitta gorizontal tekslikda 2 kg massali jism turibdi. 6 newton kuch tortaman desa, orqaga qancha ishqalanish paydo bo'lishini bilishimiz kerak. Ishqalanish kuchini formulasi mu normal. Hozir bitta pastga 20 newton og'irlik kuchi bor, yuqoriga normal. Normalni qiymati 20 ekan. Demak, mu ning qiymati 0.5 bo'lsa, normal 20. Bu 10 newtonmi? Endi mana bu xulosaga o'tyapmiz. 6 newton oldiga tortaman deyapti. Orqaga 10 newton ishqalanish kuchi bor. Ishqalanish kuchi bu holatda tashlikda ishqalanish bo'ladida, kichkina kuch qiymatiga teng bo'ladi. F ishqalanish 6 newtonga. Demak, javob A. Uchinchi masalamiz, massalari M1 teng M ga, M2 teng 4M bo'lgan jismlar bir xil balandlikda erkin tashlandi. Demak, H1 teng H2 kuzatilyapti ekan. Tezlik formulasi 2GH ildiz-ostaligidan V1 teng V2 kelib chiqadi. Demak, P2 taqsim B1 ning formulasi M2 V2 taqsim M1 V1. Tezlar tengligidan ular qisqarib ketsa, M2 ni M1 ga bo'lsak bo'ldi. M2 ning qiymati 4M. Mana bunday. Ular qisqarib ketsa, demak qiymat 4 ekan. Javob D. Kilometr taqsim sekund ham metr tezlikning birligi. Birinchisi ikkinchisidan necha marta katta deb. Demak, 1 kilometr taqsim sekundni bo'lamiz 1 metr taqsim sekundga. 1 kilometrimiz 1000 metr. Xo'sh. Ikkinchisi soat ekan. Xo'sh, metr taqsim. Xo'sh, soatimiz 3600 sekund bo'ladi. Metr taqsim sekund, metr taqsim sekund. 3600 mingga ko'payadi matematikadan, demak 3600 buna qiymat B javobda turibdi. Xo'sh, agar debda 5-masalada O nuqtadan boshlang'ich tez tashlangan jism F masofani 2 sekundda bosib o'tgan bo'lsa, demak, buni vaqti 2 sekund, mana bu vaqt bo'lsa, qanaqadir T vaqt. Xo'sh. Quyidagicha tenglama hosil qilaylik. Bu masofani H deb tursak, katta H formulasi qanday? J kvadrat taqsim 2 faqat vaqtga nima olamiz? T plyusdan 2 sekund kvadrati taqsim 2 ga qo'yapman. Mana bu T vaqtda bo'lsa, x masofa deb tursak, bu x masofani formulasi J kvadrat taqsim 2 ligicha qoladi. Xulosa, x ga 20 ni qo'shsak, H kelib chiqyaptimi? H teng bo'lyapti 40 plyusdan x. Joy-joyiga qo'ysak, J taqsim 2 5 T plyus 2 ning kvadrati
teng 40 plus 5t kvadrat. Endi qavslarni ochib olsak, 5t kvadrat plyusdan 20t plyusdan 20 teng 40 plus 5t kvadratmi? Mana bular qisqarib ketsa 20 tomonga ayirma bo'lib o'tadi. Demak, 20t teng 20 tani qiymati bu yerdan 10 sekundliga kelib chiqadi. 1 sekundliga kelib chiqargan. 1 sekundliga kelib chiqyapti. Xo'sh, buni mana formulaga qo'ysak, 5 ko'paytirilgan 1 kvadrati bo'lib 5 metrga kelib chiqadi. Demak, javob A javob. Xo'sh, rasmda birinchi va ikkinchi idishlarda birinchi idishdagi suyuqlik massasi hozir qancha bo'ladi? 12 ta rov. Ikkinchisidagi massa bo'lsa 8 ta rovga teng ekan. Endi mos ravishda suvlar olinib deyapti. Uchinchi bo'sh idishga quyib aralashtirilganda uchala idishdagi suvlar massalari teng bo'lib qoldi. Xo'sh, buni quyidagicha fikrlaymiz. Demak, birinchisini massasi 12 ta rov, undan ayrilyapti nima? Qanaqadir V1 hajmli suyuqlik, lekin zichligi 4 ta rov. Ayrildi. Buni massasini M1 deb tursak. M1 deb tursak. M ekan, uzr. Olinganmiz. Endi ikkinchisida 8 ta rovdan ayrilyapti. V2 hajmli, lekin 2 rov suyuqlik. Massasi yana M va mana bu qo'shilganlar bo'lsa, nimani beradi? Yana o'sha M massani hosil qilib qo'yadi hozir. Ya'ni V1 dan 4 ta rov qo'shilgan V2 dan 2 ta rov yana M massani berib qo'yadi. Endi bir-biriga tenglash orqali sistema hosil qila olamiz hozir. Xo'sh, bu misol uchun 1 bilan 2 ni tenglaylik. Keyin 2 bilan 3 tenglaylik. Demak, 1 bilan 2 tenglangan mahal 12 rov V ayrilgan V1 4 rov teng bo'ladi 8 ta rov ayrilgan V2 2 rov. Demak, 8 ta rov bu tomonga o'tsa, 8 ta rov bu tomonga o'tsa, demak 4 ta rov teng bo'ladi V1 4 ta rov ayrilgan V2 2 ta rov. Mana bulardan hammasidan 2 rovlar qisqarib 2 rovga bo'lib yuborsak, mana bu bundan 2 ta qoladi, bundan 2 ta qoladi. Demak, 2V teng V1 ayrilgan V2. Mayda 2 qolib ketdi. Mana bu narsa. Xo'sh. Endi bu ikkovsini 2 bilan 3 tenglasak, 8 ta rov ayrilgan V2 2 rov teng 4 ta rov plyusdan 2 ta rov V2. Yana 2 rovga bo'lib yuborsak, demak buni 4V ayrilgan V2 teng 2 rovga bo'lganmiz 2 ta V1 plyusdan V2. V2 u tomonga o'tsa nima hosil bo'ladi? 4 ta V teng 2 ta V1 plyusdan V2 dan yana 2 ta. Xo'sh, tepada 2 ta V1 dan V2 ni ayirmasi 2V bo'ladi. Pastda bo'lsa hammasini 2 ga bo'lib yuborsa yana tenglama paydo bo'ladi o'zida. V1 plus V2 ni qiymati 2V ga tengligi kelib chiqdi mana. Bizdan qaysi biri so'ralgan? V2 taqsim V so'ralibdi. Demak, bizga nima kerak emas? V1 kerak emas.
pastga 2ni ko'paytirib yuborsak. 2ta v1 plus 2ta v2 teng 4v. Pastdan tepani bitta ayirsak, mana yozib olaylik. Bitta ayirib yuborsak, 3ta v2 teng 2v. Bittan v2 taqsim vni qiymati 2 taqsim 3ligiga kelib chiqadi. Bizda bunaqa javob B javobda turibdi. Og'irlik kuchining ifodasi formulasi bu mg. Quyidagi tajribada blok orqali o'tkazilgan ipning bir uchiga debdi. Demak, mana bunday xato chizib qo'ydik. U blokni yuqoriga tortishyapti qanaqadir F kuch bilan. Bunga bo'lsa 1 kilogramli va 2 kilogramliklar osilgan. 1 va 2. Ikkinchi yukni Oyga nisbatan tezlanishi yuqoriga debdi. Demak, Oyga nisbatan tezlanishi yuqoriga bo'lsa, pastga ma bo'ladi. Pastga yana mg bora. Ipning tanalik kuchi yuqorigami? Ip o'zgarmagan, demak bu tomonda tanalik kuchi t ga teng. Xo'sh, shu ikkita taranglikni F kuch tortyapti. Demak, bizdan so'ragan F kuchimiz 2t ga teng. Hozir t ni topsak bo'ldi. Mana bu sistemadan bo'lsa, t yuqoriga bitta o'zi, pastga bo'lsa mg plyusdan ma turibdi. T ni topyapmiz qiymatini. Massasi 2 edi. J ni qiymati 5 taqsim 3 qo'shilgan 2, tezlanishimiz 1 taqsim 3. 10 taqsim 3 plyusdan 2 taqsim 3 bu 12 taqsim 3 qiymati 4 newton. Mana bu joyga qo'ysak 2 ko'paytirilgan 4 bu 8 newtonlik kelib chiqadi. Javob A. Vazni 126 newton bo'lgan bir jinsli yupqa metall bo'lagi rasmdagidek muvozanatda turibdi. F kuchning qiymatini toping debdi. Xo'sh, birinchi bo'lib sizlar bilan hal qilishimiz kerak. Kuchlarning ta'sir chizig'i qani? Mana bitta kuch ta'sir chizig'i. Mana bu birinchi kuch ta'sir chizig'i bo'lsa, ungacha bo'lgan masofa. Ungacha bo'lgan masofa mana bu narsa, to'g'rimi? Shu hozir bizga L1 yelkani beradi. L1 yelka 2 ga bo'lyapti. Demak, L1imizga 2D olib turaylik. Endi xo'sh, F kuchini topsak, F kuch ta'sir chizig'i mana. Shungacha bo'lgan masofa kerak, mana bundoq. Bu L2 masofa. L2 ni topish bizga qiyin emas. Mana bu 3 taga teng. Mana bu bo'lsa 4 taga teng. 4D, 3D Pifagorga qo'yilsa, demak L2 ning qiymati 5D ekanligi kelib chiqadi. Endi momentlar formulasi bo'yicha mana bunday mulohazamiz bor edi. Hozir F kuchimiz nima qiladi? Uni mana bundoq aylantiraman deydi. F kuchda momentini F1 desak, mana moment bo'lsa, bu tomonga aylantiraman deydi. Bu endi M2 moment. Soat mili bo'ylab yo'nalgan momentlar soat miliga qarshi momentlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ikkala qarama-qarshilar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Shundan foydalansak, M1 teng M2 degan narsani kelib chiqamiz. M1 kuchi. Bizda vaznik ham bor ekan, vazni. Jism og'irligi qayerda bo'ladi? Markazda bo'ladi. Markazda jism og'irligi bo'lsa, shu yerdan qanaqa tushadi? Mg mana bundoq tushadi. Katta mg, kichkina mg. Jism og'irlik kuchi. Demak, bu d taqsim 2 ga teng va buni momenti mana bu tomonga aylantiraman deydi, bosaman deydi. Demak, hozir soat mili bo'ylab M1 va M2, endi bu M3 bo'lib qolar ekan.
soat mili bo'ylab M2 yo'nalyapti. Soat miliga qarshi bo'lsa M1 plus M3 yo'nalyapti. Demak, hozir M3 ni qo'shamiz M1 ga. Demak, M3 ning kuchi mg, yelkasi d taqsim 2, d taqsim 2 plus M1 kuchimiz F, yelkasi 5d mi? M1 d kuchi F ida, yelkasi 2 da ekan. M2 momentimizning kuchi F, narigi 5 da. Bu u tomonga o'tsa 5 dan 2 kelsa 3. 3 da Fd. Mana bilan mana 3 bu tomonga o'tsa mg 6f. Bizdan nima so'ragan? F so'ralgan. Demak, F ni topish uchun mg ni bo'lamiz 6 ga. Mg imiz 126, 6 ga bo'lsak 21 newton. O'ninchi masala. Tinch turgan 15 kg massali bomba portlab ikki qismga parchalandi. Bunda 12 kg massali birinchi bo'lak 4 tezlik bilan oldi, 4 tezlik oldi. Ikkinchi bo'lakning energiyasini hisoblang. Demak, tinch turibdi. U 2 ga ajralyapti. Keyin mana bundoq. Demak, tinch turgan holatda uni massasi m bo'ldi. Demak, impulsi nimaga teng? Tezligi 0 ga teng. Demak, buni impulsi nimaga teng? 0 ga teng. Ikkinchi holatda 15 bo'lsa, birinchisi 12 kg massa bo'lsa, ikkinchisi 3. Demak, 12 yuqoriga 4 tezlik olsa, bu pastga necha oladi? Qanaqadir va tezlik oladi. Impulslar teng bo'lishi kerak. Buni impulsi 12 kira 4 bo'lib 48 bo'ladi. Buni impulsi bo'lsa 3v bo'ladi. Endi ikkalasining impulsi tenglashadi. 48 3v nimaga tenglashadi sizlaring? Mana boshlang'ich impuls 0 ga teng bo'lganligi uchun qarama-qarshi impulslar bir-biridan ayrilgan mahal 0 bo'lib yo'qolib ketishi kerak. Ya'ni boshlang'ich impuls yo'q edi, undan keyin ham yo'q bo'lishi kerak. Shuning uchun ikkovsi bir-biriga teng bo'ladi. Bu yerdan v teng 16 metr taqsim sekund tezlik oladi ikkinchisi. Xo'sh, ikkinchi bo'lakning energiyasini toping. Ikkinchi bo'lakning energiyasi bu 3 ko'paytirilgan 16 dan 2 ta taqsim 2. Bu bilan bu qisqarib ketsa 8, 3, 8, 16 ni ko'paytmasi 384. B joyda turibdi. 1 mol kislorodning massasini aniqlang. Demak, 1 mol modda. Mana bu formula massa taqsim molyar. Xo'sh, kislorodning debdi. Kislorod bu O2. Darajat jadvalda uni massasi 16, lekin undan 2 ta atom borligi uchun massaga 32 gram 32 gram taqsim mol olamiz. Demak, joy-joyiga qo'ysak, massani formulasi hozir nu molyari. Modda miqdori 1 mol. Demak, 32 qiymat 32 gram. O'n ikkinchi masala. Bir massa atom birligi qanchaga teng debdi? Bir massa atom birligi bizda bitta proton massasiga teng. Bu bir javob. Ikkita mayatning rasmda ko'rsatilganidek muvozanatdan nuqtani chiqarib qo'yib borildi. Birinchisini tebranish davri 6, ikkinchisi 8. Tebranish boshlangandan ularning dastlabki vaziyat rasmda ko'rsatilganidek bo'lgan deb tasavvur qilib 50 sekundda. Xo'sh, 8 bilan 6 ga ko'k topamiz. Bu 24. Demak, har 24 sekund uchrashadi. Demak, 50 da 24 ga bo'lamiz, butun qismini olamiz. Bu 2. Demak, javob B'da turibdi.
14. Ideal gaz izoxorik ravishda sovitilganda deyapti. Ichki energiyasi 1,5 marta kamaygan. Uning hajmi qanday o'zgargan debdi. Ideal gaz izoxorik ravishda sovitilganda ichki energiyasi 1,5 marta kamaygan. Demak, izoxorik jarayon hajmi o'zgarmas. Bizdan hajm so'rayapti. Demak, hajm o'zgarmas-ku. Javob C. Xonadagi havo harorati 15 ga nisbiy namlik F ga teng. Demak, F ni formulasi tepada rho absolyut, pastda bo'lsa rho to'yingan, ko'paytirilgan 100%. Nisbiy namlik 60% bo'lsa, 60% to'yingan 15 gradusda to'yinganimiz jadvalda berilgan. Mana bunday 12,8 ekan. 12,8 ko'paytirilgan 100% tepada rho absolyutni bizdan so'rayapti. Demak, rho absolyut topish uchun nima qilamiz biz? 12,8 ni 60 ga ko'paytirib bo'lamiz 100 ga. Bu bilan bu ketsa rho absolyut teng bo'lyapti. 6 12,8 taqsim 10 bo'lyapti. Yoki bo'lmasam 6 1,28. Bu rho absolyut teng 7,68 gram taqsim metr kubni beradi. Unaqa javob D javobda turibdi. Quyidagi grafiklardan qaysi biri kristal jismning erish va qotish jarayonlarini ifodalovchi issiqlik grafiki aks ettiradi? Xo'sh, bu qattiq jismlar erishni kafolatlamaydi. Bu ham xato. Endi mana bu B javobdagi bu amorf jismlarda grafiki. Amorf jismlardagi, ya'ni ularda aniq erish harorati mavjud emas. Qaysidir haroratdan boshlab erishni boshlaydi, qaysidir haroratdan boshlab qotishni boshlaydi. Ular noma'lum. Lekin kristal jismlarda aniq erish harorati va qotish harorati mavjud. Demak, javob D javob. 17-masalamiz. Dastlab harorat 20 gradus bo'lgan 2 mol 1 atomli ideal gazning bosimi hajmga issiqlik bog'langan. Agar gazning hajmi 2 marta ortganda, uning bosimi 1,5 marta kamaygan bo'lsa, gazning bajargan ishini toping debdi. Birinchi haroratni o'zgartira olaylik. Haroratimiz 27 Selsiy gradus bo'lsa, buni Kelvinga o'tkazganimizda unga qo'shilardi 273. Uni qo'shib olsak, bu qiymat 300 Kelvinni beradi bizga hozir. Endi buni grafik jihatdan tushunib ishlasak, ishimiz ancha soddalashishi mumkin. Mana bu holat mana. Bu bosim, bu hajm bo'lsa, endi uni grafigi qanday ko'rinishda hozir? Uni grafigi mana bunday chiqyapti. Mana bunday, mana bunday. Demak, bu holat V1 ni beradi. V1, bu holat V2. Mana bu holat P1, mana bu holat P2 bo'lsa, mana bu yuzi bizga hozir ishni beradi. Bu bilamizki nimani yuzasi? Trapetsiya yuzasi. Trapetsiya yuzasi bo'lsa qanday topiladi? Trapetsiya yuzasi, xo'sh, uning asoslari, bitta asosi P2, bitta asosi P1. Demak, P1 qo'shilgan P2 taqsim 2 ko'paytirilgan. Xo'sh, balandligi V2 dan V1 dan ayirmasi. Demak, V2 ayrilgan V1 bo'lishi kerak. Endi bizda shart berilgan, gazni hajmi 2 marta ortgan deyapti. Demak, gazni hajmi degani V2 teng 2 ta V1. Bosim bo'lsa 1,5 marta kamaygan deyapti. Demak, P1 taqsim 1,5 bo'lsa, bu narsa 2 ta P1 taqsim 3 bo'lib qoladi.
Endi joy-joyiga qo'ysak hozir ish teng bo'ladi. Xo'sh, ikkita P1 taqsim 3 ga qo'shamiz bitta P1 taqsim 3. Bu 5pi taqsim 3 degani. Demak, tepada 5pi 1 taqsim 3 ko'paytirilgan V2 dan V1 ayirmas. Demak, ikkita V1 dan V1 ayirsak, bitta V1 qoladi. Taqsim 2. Bu qiymatimiz nima qiladi? 5 taqsim 6 ta P1 V1 ga teng. Bizda Mendeleyev Clapeyron tenglamasi bor. Qanday? P1 V1 teng bo'lishi kerak neo R T1 ga. P1 V1 neo R T1 ga teng bo'lsa, olib kelib qo'ysak o'rniga hozir. 5 taqsim 6 ko'paytirilgan neo R T1 degan formula kelib chiqadi. Va bu yerdan bajarilgan ish topish uchun nima qilamiz? 5 taqsim 6 modda miqdorini o'ziga 2 mol bergan, R ni 8.3 beryapti va T1imiz 300 kelvin edi. Demak, 2 3 ketsa bu bunday bo'ladi. Demak, 5 ko'paytirilgan 830 bo'lib, buni qiymati 4150 joul kelib chiqadi. Demak, C javob to'g'ri. Elektr maydon kuchlanganligini birligi Newton taqsim kulon. Ya'ni formulamiz E teng F taqsim Q edi. Bir jinsli metal kub manfiy zaryadlandi deyapti. Xo'sh. Endi jismlarda sirt bo'ylab tarqalardi, faqat sharda sirt bo'ylab tekis edi. Demak, qolgan jismlarda sirt bo'ylab notekis. Javob D. Elektr maydon kuch chiziqlari shimolga yo'nalgan debdi. Mana bu holatga e'tibor qarataylik mana. Yuqori shimol, bu tomon janub, sharq va chap tomon g'arb bo'lib tursa, endi qaranglar. Bu maydondagi pozitronga debdi. Pozitron qanaqa? Musbat zarra. Pozitronga ta'sir etuvchi kulon kuchi qanday yo'nalgan debdi. Demak, kuch chiziqlari Y ning qiymati yuqoriga yo'nalgan ekan. Biz bilamizki, musbat zaryadga maydon kuch chiziqlari yo'nalishida kulon kuch ta'sir qiladi. Manfiy zaryadga bo'lsa, unga qarama-qarshi. Agar hozir bu elektron bo'lganda kulon kuchi janubga yo'nalgan bo'lar edi. Pozitronlik uchun demak shimolga yo'nalgan. Demak, javobimiz A. O'quvchining qo'lida qarashlari 20 ohm va 30 ohm bo'lgan restoran bor. O'quvchilar orqali qanday minimal qarshilikni hosil qila oladi? Demak, minimal qarshilik bu degani parallel ulanganda bo'ladi. Ya'ni umumiy qarshilik kamayadi. Ketma-ket to'g'ri qo'shilardi. Demak, R ketma-ket holatda 20 plus 30 bu 50 deb beradi. Endi R parallelda bo'lsa, tepada ko'paytmaydi. 20 ko'paytirilgan 30 pastda yig'inda. Mana bu holat. Bittadan 0 qisqarib ketsa, 20 ni 5 ga bo'lsak 4, 4 kara 3 12. Qaysi bir minimal? 12. Demak, javob D. Tok kuchi 0 dan 3 gacha o'zgarganda g'aldakdagi magnit energiya 9 millijoulga o'zgaradi. G'aldakdagi o'z induksiya evkasi 2 voltga kamayishi uchun qancha vaqt talab qilinadi deb qo'yibdi. Demak, xo'sh, tok kuchi 0 dan 3 ampergacha o'zgarganda, demak, delta va energiya o'zgarishi teng bo'ladi. G'aldakdagi magnit energiyasi. Demak, bizda formula quyidagicha edi. Delta phi ko'paytirilgan. Xo'sh, buni bunday tushunaylik, oson bo'lar ishimiz. Birinchi holatda birinchi energiyamiz phi I1 taqsim 2 2 bo'lsa phi I2 taqsim 2. Endi bizda hozir delta v, ya'ni energiyalar farqi nimaga teng bo'ladi hozir? Energiyalar ayirmasiga teng. Faqat bitta muammo bor bizda. Mana holatda
i'ni qiymati nolligi uchun bunday qiymati ham 0 bo'lib turibdi. Demak, birinchi holatda faqat delta v nimaga teng? Bu 2 ni o'ziga teng. Demak, delta v'imiz hozir nimaga teng bo'lyapti? Fi ko'paytirilgan i taqsim 2. Endi biz hal qiladigan narsa 9 millijulga o'zgar deyapti. Buni o'zgartirdik. Endi E yuki 2 voltga kamayishi uchun debdi. Xo'sh, bizda delta fi ni formulasi e ga ko'paytirilgan t edi. Demak, mana bu joyga qo'ysak, delta w teng bo'ladi e ga ko'paytirilgan t i taqsim 2 ga. Bu yerdan t ni topsak, t teng bo'lyapti bizda energiya o'zgarishini ikkilangani mahrajda bo'lsa e ga ko'paytirilgan i. Demak, o'zgarishi 9, 10 usti minusdan 3, 2, mahrajimizda e yuki 2, tok kuchi 3 da. Demak, 2 lar qisqarib ketsa, 9 bilan 3 qisqarsa 3, demak javobimiz 3, 10 usti minus 3 sekund. Bizda 10 usti minus 3imiz 3 millisekundni beradi. Demak, javobimiz C javob. Qarshiligi 2 ohm bo'lgan silindrsimon o'tkazgichlariga 24 volt kuchlanish qo'yilgan. Bu o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan 32 sekundda nechta elektron o'tadi debdi. Demak, bizda mana bu formula bor. Zanjirda bir qismi 3 ohm qonunidan i ko'paytirilgan r. I ni formulasi bo'lsa q taqsim t ga teng. Umumiy zaryad bo'lsa, eslangda bo'lsa, n ta elektronga teng. Joy-joyiga qo'ysak, u teng q taqsim t ko'paytirilgan r bo'lyapti. q ni o'rniga bo'lsa n ta elektron taqsim t ko'paytirilgan r teng u bo'lib turibdi. Mana bu formulani paydo qildik. Bu yerdan elektronlar sonini topmoqchi bo'lsam, demak, u ko'paytirilgan t bo'ladi, pastda bo'lsa r y bo'lar ekan. N teng kuchlanishimiz 24, vaqtimiz 32 sekund, mahrajda bo'lsa qarshiligi 2, elektron zaryadi bo'lsa 1,6, 10 usti minusdan 19. Endi ketdik, mana 32 bilan 16 qisqarsa 20 qoladi. 2 bilan 2 ketsa 240, 10 usti minusdan emas, endi plyusdan 19 bo'lib qoladi. 2 ta 0 daqiqa berib yuborsak, qiymati 204, 10 usti 20 bitta elektron. Demak, javobimiz B javob. Xo'sh, quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri? Elektrolitlarda elektron toki musbat va manfiy yonay tartib harakatga iborat. Bu to'g'ri. Akseptor aralashma o'tkazgichlar N turdagi yarim o'tkazgichlardir deyapti. N turdagi yarim o'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar elektronlar. Biz N tip negativ, ya'ni manfiyligi esimizda bo'lsa, demak, xo'sh, negativ, manfiy ularda elektronlar tashiydi. P tip bo'lsa pozitiv, ularda kovak tashirdi. Eslangda bo'lsa, demak, negativda manfiyligi uchun 1 bilan 4 to'g'ri javob. Bunaqa javob turibdi mana B javobda. Akseptor aralashma o'tkazgichlar bu P tip bo'ladi. N tip emas, bunisi xato. Demak, vakuumli to'linish toki qiziqchilik quvvatiga ortishi yoki kamayishiga bog'liq emas. Bu ham xato. Endi quyidagi elektr zanjiriga mos sxemani aniqlang. 25-masalamizda e'tibor bergan bo'lsalaring, ampermetrdan chiqib birinchi lampaga ulanyapti, shu lampaga keyin voltmetr ham ulanyapti. Demak, bu narsa misol uchun D javobda voltmetr ikkalasiga ulanib qo'ygan, bu xato. S javobda 2 ta ampermetr, bu xato. A javobda bo'lsa bitta lampa berib qo'ygan. Bizda 2 ta lampa bor. Demak, o'z-o'zidan to'g'ri javob faqat B kelib chiqyapti. Rasmda yig'ilgan elektr zanjiriga asosan R2 qarshilikdagi kuchlanish aniqlansin. Xo'sh. Birinchi bo'lishlar bilan tokni yo'nalishini hal qilaylik. Tokni yo'nalishi doimo
Mana kattasi plus, kichkinasi minus bo'lardi. Demak, plyusdan minus tomonga harakat qilib turgan bo'lsa, tok kuchi mana bu tomondan ketyapti. Demak, hozir bundan o'tadi va tok kuchi mana bu tomondan kelaman degan mahal. Xo'sh, mana diod bo'lsa faqat bir tomonlama o'tkazadi. Tokni bu tomondan, ya'ni chapdan o'ngga qarab o'tkazadi tokni. Hozir bu holatda demak bundan tok o'tmay qoladi. Bundan tok o'tmasa nima bo'ladi? Demak, tok bundan o'tib ketadi. Bundan o'tsa, demak hozir holat bo'yicha mana bu holat bo'lib qoladi. R1 bilan R2 bir-biriga ketma-ket ulangan bo'lib qoladi. R1, R2. Tarmoqdagi tok kuchi formulasi I teng, eslangda bo'lsa, I teng E yukka taqsim R1 plyusdan R2 plyusdan kichkina qarshilik R. Shuni hisoblaymiz. Demak, joy-joyiga qo'yamiz. 6 4 0 ga chiqarishligi, demak E yukka 10 ga teng, 6 plyusdan 4 plyusdan 0. Qiymat 10 dan 10 ga bo'lsak 1 amper ekan. Bizdan so'rayapti R2 qarshilikdan kuchlanish qancha debdi. Demak, R2 qarshilik tarmoqqa ketma-ket, R1 ham ketma-ket. Demak, hozir R2 da ham 1 amper bo'ladi. Demak, unday kuchlanish topish uchun bo'lsa, biz zanjirni bir qismi uchun qonundan IR dan foydalansak bo'ldi. I ning qiymati 1 amper, qarshiligimiz bo'lsa R2 ning qiymati 4 ekan. 1 kira 4 bo'lsa, demak 4 volt degan javobni qabul qilamiz biz. Bunaqa javob mana B javobda turibdi. Quyidagi rasmlarning doimiy magnit kuchliklariga to'g'ri tasvirlangan. Demak, sizlar bilamizki, mana bu narsani kuch chiziqlari shimoldan chiqib janubga kiruvchi bo'ladi. Ichkarida bo'lsa janubdan shimolga bo'ladi. Mana bunday bo'lishi kerak. Hozir bunga tushadigan narsa, xo'sh, birinchisi tushadimi? Birinchisi N dan chiqib S ga kiryapti, tushadi. Ikkinchisi o'rtasidan, bu xato. Uchinchisi N dan chiqib S ga kiryapti, bu ham to'g'ri. To'rtinchisi S dan kirib N ga kiryapti, bu xato. Bizda 1 bilan 3 degan javob turibdi. D javobda shu javobni olamiz. Rasmda ingichka uzun o'tkazgichdagi debdi. Cheksiz o'tkazgichdagi birinchisidan X dan 1 amper ekan. Demak, bundan 1 amper tok oqib o'tyapti. Xo'sh, soat sirkasi yo'nalishida oqayotgan tokdan bo'lsa, demak, undan 3 amper tok oqib o'tyapti ekan hozir. Va mana bu masofalar ikkovsi uchun bir xilda R teng 0,2 metr ekan. Xo'sh, bir-bir nazarlasang, agar 1 amper tok o'chirilsa, halqa markaziy magnit yuzasining dastlabki yuzaga nisbati qanday bo'ladi? Birinchi bo'lib qiymatlarini topib olaylik. Bizda xo'sh, mana X'imiz qiymati Bx deb turaylik. Induksiyasini qiymatini Bx. Bu to'g'ri o'tkazgich bo'lganligi uchun uni formulasi mu0 Ix taqsim 2pi R bo'lishi kerak. Demak, mu'miz 1 ga teng muhitimiz, mu0'imiz 4pi 10⁻⁷ ko'paytirilgan. Tepada X qiymati 1 amper. Pastda bo'lsa 2pi radius bo'lsa necha edi? 0,2 edi. Xo'sh, qisqargan narsalar 2pi bilan 4pi qisqarsa 2, 2 bilan bu ketsa, demak Bx qiymati 10 mikrotesla bo'lsa, demak hozir 10⁻⁷ imiz bor ekan. Demak, bu hozir qiymat nima bo'ladi endi? 10 tepaga chiqib, bu 1 millitesla bo'lib qoladi. Mikrotesla bo'ladi. Mikrotesla. Endi B nigini topaylik. Xo'sh, uniki aylanma ekan. Demak, aylanmaniki mu I taqsim 2R ga teng. I'miz 4pi 10⁻⁷. Mu0 qiymati yana
I ni qiymati 3 amper. Demak, radiusimiz bo'lsa 0,2. Xo'sh, 2, 2, 4 ketsa, pi ni qiymati 3. Mana bu narsa necha bo'lib qoladi hozir? 90, 10 ustida -7. Bu 9 mikrotesla. 9 mikrotesla bo'ldi. Endi xo'sh, to'g'ri o'tkazgichda soat mili bo'ylab bo'lganligi uchun o'ng tomonida kiruvchi bo'ladi. Demak, bu bx yo'nalishi. Endi mana aylanmaniki bo'lsa, soat mili bo'lganligi uchun markazda chiquvchi bo'lib qoladi. Demak, b niki bo'lsa chiquvchi bo'lib turibdi. Bu ikkosi bir-biriga qarama-qarshi. Demak, birinchi holatda, mana x yo'qolmasdan avval b1imiz nimaga teng bo'lyapti? Ikkosini ayirmasiga ekan. Demak, 9 mikrotesladan 1 mikrotesla ayrilsa, 8 mikrotesla bo'lgan. X yo'qolib qolsa nima bo'ladi? Bx yo'qoladi. Bunda faqatgina 9 mikrotesla qoladi. Bizdan keyingi holatdagini birinchi holatga nisbat so'ralyapti. Demak, 9 taqsim 8 degan qiymat chiqardi. Bizda javob C javobda turibdi. Tezligi 0,2 bo'lgan zarraning impulsi p ga teng. Tezligi 2 marta kamaysa, impuls qanday bo'ladi? Demak, birinchi tezligimiz 0,2, ikkinchi tezligimiz 2 marta kamaysa 0,1 bo'ladi. Endi bu qiymatlarni joy-joyiga qo'yamiz. Ya'ni bizga impuls formulasi mv taqsim ildiz ostida 1 minusdan v kvadrat taqsim s kvadrat. Demak, ketdik. P teng birinchi holatda m ko'paytirilgan 0,2 s pastda 1 ayrilgan buni kvadrati. Nimaga teng bo'ladi? Ayrilgan 0,04 bo'ladi. Buni qiymati hozir 0,2 ms taqsim ildiz ostida 0,96 bo'ladi. Ikkinchi holatda px imiz bo'lsa, m ko'paytirilgan 0,1 si mahrajimizda bo'lsa, 1 dan ayrimiz 0,01 da. Bu qiymat 0,1 ms taqsim ildiz ostida 0,99. Bu endi taqriban baribir nimaga teng? 1 ga teng. Endi px ni p ga bo'lsak nima bo'ladi? Px imiz 0,ms bu bo'lsa 0,2 ms taqsim ildiz ostida 0,96. Mslar qisqarib p yuqoriga chiqsa, p teng bo'ladi ildiz ostida 0,96 taqsim mana 0,2lar qisqarib bu yerda 2 qoladi. Mahrajda 2 ildiz kirib olsa 4 bo'lib qoladi. Bu ms. P deganim uzr. Bu p ga teng. Endi bu pximiz. Demak, px teng bo'ladi hozir 0,96 dan 4 ga bo'lsak, demak, ildiz ostida 0,24 p degan javob. Bizda mana bu javob kelib chiqadi. 30-masalamiz. Mutlaq oq sirtga tik ravishda to'lqin uzunligi 400 nanometr bo'lgan 2 foton 3 sekund vaqt davomida tushdi. Yorug'likning sirtga bosim kuchini toping. Xo'sh, demak, bunda impuls o'zgarishidan foydalanadi, ya'ni kuch impulsidan. Unga ko'ra impuls o'zgarishi delta p teng bo'lardi f ko'paytirilgan t ga. Bu yerdan f topish uchun biz delta p ni nima qilamiz? Bo'lamiz t ga. Shunda kelib chiqadi. Endi delta p bu holatda nimaga teng? Xo'sh, impuls o'zgarishi. Hozir mana bunday mulohaza bo'lyapti. Sirt mutlaq oq sirt bo'lsa, u tushgan nurni to'liq qaytaradi. Demak, P1 tushib, P2 qaytyapti. Ikkosi bir-biriga teng. P1 ayrilgan P2. Endi impuls o'zgarishi o'zi vektor jihatdan ayirmaydi, shuning uchun ular qo'shilib, hozir bizda 2P bo'lib qoladi. Demak, delta P ni qiymati hozirgi holatda h taqsim lambda
impuls o'zgarishi shundan nechtaga teng? 2 taga teng. Endi buni formulaga olib borsak, bizda fotonlar soni qolib ketibdi. N ta foton ham bor edi. Demak, joy-joyiga qo'ysak shunda h taqsim lambda ko'paytirilgan 2n taqsim t lambda pastga tushib ketadi. Demak, 2n h taqsim lambda t. Endi hisob-kitobimiz qolyapti. Demak, 2 fotonlar soni 2 10 usti 22, h qiymati 6 10 usti 34 minusdan pastda lambdamiz 400 nanometr 10 usti minusdan 9 ko'paytirilgan vaqtimiz 3. Demak, birinchi bo'lib 4lar ketdi mana. Xo'sh, endi 2 dan olib ketsam aytdi 20 qoladi. Mana bu bilan 29 bo'lib qolyapti. Demak, 29 bo'lib turibdi 10 usti minusdan. Mana bu bilan plyusdan uzr. Qisqarib turib, bular hozir bizda 6 3 ga bo'lsak 2 yu 2 10 usti minus 5 newton bo'ladi. Endi buni mikronewtonga o'tkazish uchun nima qilamiz? Bu 22 mikronewton bo'ladi. Javob B javob. Moddaning ikkinchi stasionar orbitasida elektron to'la energiyasi 8 volt bo'lsa, elektron 5 kilometr energiyasini toping. Xo'sh, bu masalada to'la energiya formulasi kinetik plus E potensialga teng. Endi bu holatda E to'la energiya hozir teng bo'ladi. To'la energiya manfiydan edi. Eslangda bo'lsa, to'la energiya manfiydan bo'lsa, demak, kinetik energiya musbatdan bo'lib turib, mana qiymatni qabul qiladi hozir. Ya'ni kinetik energiya. Xo'sh, demak, mana manfiydan bo'lishi kerak. Endi kinetik energiya mana bu musbat ekan. Xo'sh, kinetik energiyani topish uchun E to'la topar ekanmiz birinchi holatda. E to'la formulasi E0 taqsim n kvadratda sathlar uchun. Xo'sh, birinchi holatda E0 taqsim 2 bo'lsa 4 ga bo'lamiz, teng bo'ladi 8 ga. Bittadan E0 ning qiymati 32 elektron volt bo'ladi. Endi 5-sathdagi to'la energiya yana kinetik energiyaga teng. Demak, 32 ni 5-sathning kvadrati 25 bo'lsa, bunga bo'lib yuborsak 1.28 elektron voltga kelib chiqadi. Javob A. 32-masalamiz. Xo'sh, bizda 1 elektron volt eslanganda bo'lsa 1.6 10 usti minus 19 joulga teng. Endi 6 elektron volt bo'lsa nima bo'ladi? Shuni 6 ga ko'paytirilgani bu 9 u 6 10 usti minus 19 joul qiymatni beradi. Demak, javobimiz C javobda turibdi.